Yürüyüşünüzü asırmakçı bolsanız, diqqətiniz tövbəndəki məzmunlarımızda boğay. Salam dostum, mən Abdüğəni Alim. Bugün biz yürek faydalıq turmuş adətləri degan temanın davamını anlatımız. Xoş, diqqətiniz məzmunlarımızda boğay. Energiyalik içimliklarni az içiş. Energiyalik içimliklar tərkibidəki maddalar yürek soquşunu tezləşdirib etadigan bo'lib, qon besimi o'rlash, yürek soquşu normal bo'lmas qatorliq alomatlarni keltirib chiqaradi. Şunlaşqa energiyalik içimliklarni amal va az ichgan yaxshi. Her gün etigen çoxum məşq qilish. Tədqiqatlarga asaslanganda etigenlik tamaq yeməydigan erlərning tacisiman yürek keseligiga giribdor bo'lish nisbati 27% yuqori bo'ladi ekan. Etigenlik tamoqda dalliq zarar turidagi oqsil turdagi yeməkliklarni iste'mol qilish kerak. Har haftada 2 qitimdan 3 qitimgacha oksigenlik harakat qilish. Haddidan ziyoda charchash yürek kasalliklarining paydo bo'lish xavfini oshirib etdi. Odatda normal dam olgandan boshqa har haftada 2-3 qitim oksigenlik harakat qilish 57% yerib charchash alomatlarini yo'q qila oladi. Erlar burun bo'ytaqlikdan qutulish. Tadqiqotlarga asoslanganda bo'ytaq erlarning yurak kasali bilan o'lib ketish nisbati to'y qilgan erlarga qaraganda 168% yuqori bo'ladi ekan. Xo'sh, bu mazmunlarning sog'lomligingizni asrashingizga zararchilik manfaatli bo'lishini umid qilamiz. Qon quyuqlik, jigar may qaplash, yurak min qon tomirlari to'silish qatorliqlarga yangidan o'zgin markasida mahsulot bozorga selindi. Agar shu mahsulot haqida tushunib yetishni xohlovchilar bo'lsa, ostiga undidor numarani qoldirib qo'ydik. Shu undidor bilan aloqalashsanglar bo'ladi. Ondan boshqa bu mahsulotga vakolatchi chaqiramiz. Texnik ko'p saqliq hisobotlari va ma'naviyatingizni beyitadigan sarxil mazmunlardan bahramlanmoqchi bo'lsangiz, Timan saloniga agishib eling. 抖音